930. Demak, endi bu ma'lumot Toshkent davlat iqtisodiyot universitetining kirish ballari 2026-yil o'quv yilidagi uchun bo'ladi. Bu yerda bu universitetda 16 sohalar bor ekan. Shuningdek, bizga eng ko'p beriladigan savol bank ishining kirish ballari qancha? Bu universitetda amaldagi o'quv yilida grantga o'tish balli 182.4 ball bo'lgan ekan va kontraktga o'tish balli esa 157.5 ball bo'lgan ekan. Shuningdek, bu yerda biznesni boshqarish 180.2, kontraktga esa 135.7 ball bo'lgan ekan. HR inson resurslarini boshqarish 169.9 grantga, 114.4 kontraktga bo'lgan ekan. Buxgalteriya hisobi 181.6 grantga, 148.2 kontraktga. Shuningdek, iqtisodiyot, mana shu sohani ham ko'p berishadi. Iqtisodiyot sohasining kirish ballari 185.5 grantga ekan, 169.3 kontraktga. Logistika sohasi. Logistika bu yerda boshqalarga qaraganda biroz grantga o'tish ehtimoli yuqoriroq, ya'ni 168.8 ball bo'lgan ekan. Kontraktga esa 116.7 ball bo'lgan ekan. Marketing esa 175.1 ball grantga, 130.8 ball kontraktga. Management 179.1 grantga, 140.8 kontraktga. Moliya va moliyaviy texnologiyalar 184.1 grantga, 157.2 kontraktga o'tish balli bo'lgan ekan. Savdo ishi 174.3 grantga, 120 ball kontraktga. Soliqlar va soliqqa tortish 178 ball grantga, 126.4 kontraktga. Statistika 170.5 grantga, 120.9 kontraktga. Sun'iy intellekt 149.9 grantga, 91.5 kontraktga. Turizm va mehmondo'stlik 162.8 ball grantga, 126.8 ball kontraktga bo'lgan ekan. Albatta bular amaldagi o'quv yilidagi ma'lumotlar, shuningdek bu kunduzgi o'zbek tili ta'lim shakliga ko'ra. Okay. Demak, bu joyni